Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizdan kuzatib turgan mehmonlar. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan birga bitta xamirdan ham chakchak, ham shunaqa qush tili o'rmalarni birgalikda tayyorlaymiz. Juda ham mazalari zo'r bo'ladi. Mana chakchaklarimizning ham ichlari, qiyomlari me'yorda bo'lgan, qotib chiqqan, juda ham zo'r bo'lgan. Qani bo'lmasa birgalikda tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 7 dona tuxum, yarim choy qoshiqda tuz, 650-700 gram un. Qo'shimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishimizni tuxumni chaqib, tuz bilan yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Tuxumni chaqib oldik, tuz soldik, endi venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana tuxumni yaxshilab aralashtirib oldik tuz bilan. Endi unimizni elakda o'tkazib yaxshilab uni ham aralashtiramiz. Mana unimizni bir qismini elakdan chiqarib o'tkazib oldik, endi aralashtiramiz. Tuxumlar juda ham yirik bo'lgani uchun bizga shunaqa xamir holatiga keltirishimizga jami bo'lib 800 gram un ketdi. Agarda maydaroq tuxum bo'lsa 700 gram un bilan xamirimiz shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'ladi. Endi buni ustiga strech qilib 10-15 minutga tindirishga qo'yamiz. Mana xamirlarni teng ikkiga bo'lib oldik. Kichkina bo'lagidan qush tili bilan o'rama qilamiz. Katta bo'lagidan bo'lsa chakchak qilamiz. Hozir birinchi chakchakdan boshlaymiz. Xamirimizni yoyib olamiz. Mana chakchakimizni katta qilib yoyib oldik. Endi buni kesib chiqamiz. Xamirlarimizni 3-4 cm enini shunaqa qilib kesib olamiz. Endi buni to'g'rab chiqaramiz salomka shaklida. Xamirlarimizni hammasini kesib pishirib olamiz. Chakchakimizni pishirishni boshladik. Tillarang bo'lganda olamiz. Yog'ni aralashtirib turamiz. Mana shunaqa bo'lganda olamiz. Mana chakchakimizni hammasini pishirib tayyor qilib oldik. Endi bo'lsa siropimizni tayyorlaymiz. Chakchakimizni endi qiyomini tayyorlashimizga kerak bo'ladi 140 gram shakar va 280 gram asal kerak bo'ladi. Oddiy asal, magazinlarda sotiladigan asaldan kerak bo'ladi. Hozir idishimizga asalni birinchi solamiz. Mana asal soldik, endi bunisiga shakar solamiz. Mana shakar ham soldik, endi aralashtiramiz. Qaynagandan keyin pasaytirib qo'yamiz. Qoshiqda qo'lab turamiz. Mana sekin qaynashga kelyapti, pasaytiramiz, 10 minut qaynatamiz. Mana qiyomimiz tayyor bo'ldi, o'chiramiz gazimizni. Endi chakchakimizga ingichka qilib hamma yog'iga qiyomni quyib chiqamiz. Mana chakchakimiz tayyor bo'ldi. Ustini xohlagan usulda, xohlagan narsamiz bilan bezatishimiz mumkin. Magiz, yong'oq, yana o'zining har xil rangli bezelari bilan bezatishimiz mumkin. Mana zo'r bo'lib qotyapti. Qiyomlari ham me'yorda bo'lgan. Juda ham chiroyli yaltirab chiqqan. Mana xamirimizni kichkina bo'lagini yoyib oldik. Endi bo'lsa bundan qush tili va o'ramani kesib tayyorlashni boshlaymiz. Xamirimizni mana 3 cm dan qilib enini kesib oldik. Endi bo'lsa rombik qilib kesib chiqamiz. Kichkina qilib, chunki pishganda bu kattalashadi yana. Mana qush tilini hammasini kesib tayyor qilib oldik. Bu yoqda bo'lsa mana Soliha qizim ham o'zini o'ramasini tayyorlayapti. Qanaqa chiqadi Soliha? Mana endi bunga nima qilamiz? Nima qilamiz? Cho'tqamiz. Mana Soliha qizimni ham o'ramasi tayyor bo'ldi. Buni ham hozir pishiramiz. Mana mo'qinur bo'lsa, bu 12 qilib qush tilini kesyapti. Mana o'ramani mana 4 ta barmog'imizni juplashtirib, o'shanga aylantirib, mana uchiga zubacheskani tiqib qo'yamiz, tayyor bo'ladi. Mana orasi ochiq bo'lishi kerak. Shunda yaxshi pishadi. Mana qush tillarimizni ham pishirishni boshladik. Tillarang bo'lganda ikki tarafga olamiz. Mana tayyor bo'lishni boshladi. Juda ham qizartirib tashlamaymiz, olamiz. Mana qush tillarimiz shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa o'ramalarimizni ham pishirib olamiz. O'ramamizni yog'ga solib, cho'pcha yordamida aylantirib pishiramiz. Aylantirib pishiramiz. Mana o'ramalarimizni ham hammasini pishirib oldik. Qush tilining yoniga qo'yib oldik.
Mana bitta xamirdan ham qush tili, ham o'raman, ham mana shunaqa yaltillab zo'r chiqadigan chak-chak qilib oldik. Mazalari zo'r bo'lgan, shakar solmagan bo'lsak ham qush tili shunaqangi tuzi normada bo'lgani uchun shiringina bo'lgan, zo'r bo'lgan. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana keyingi videolarda uchrashguncha.